Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men pensionerlar, pensiyaga chiqishga yaqin turgan fuqarolar va pensioner ota-onasiga yordam berayotgan farzandlar uchun juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. 21 avgust sanasi atrofida pensiya tizimidagi o'zgarishlar haqida ko'p savollar paydo bo'lyapti. Pensiya kamayadimi? Qayta hisob-kitob bo'ladimi? Kim hujjat topshirishi kerak? Kimga qo'shimcha pul chiqadi? Kim esa ortiqcha to'lov bo'yicha muammoga duch kelishi mumkin? Men bugun masalani oddiy tilda, misollar bilan kim xavotir olish kerak, kim esa bemalol kutishi mumkinligini alohida tushuntiraman. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har bir uyda pensioner bor yoki pensiyaga chiqishga tayyorlanayotgan odam bor. Iltimos hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar kechikib eshitilsa odam huquqidan, pulidan yoki muddatidan ayrilib qolishi mumkin. Avval pensiya masalasiga ko'proq qog'oz hujjatlar orqali yurardi. Odam pensiya chiqmoqchi bo'lsa, ish joylaridan ma'lumotnoma yig'ardi, arxivga borardi. Eski mehnat daftarchasini ko'rsatardi, ish haqi haqidagi ma'lumotlarni topardi. Ba'zan bir odam 30 yil ishlagan bo'lsa ham, hujjatlari to'liq bo'lmagani uchun staji kam ko'rinib qolardi. Yoki aksincha, ayrim davrlar noto'g'ri kiritilib, keyin tekshiruvda ortiqcha to'lov aniqlanardi. Endi asosiy yo'nalish shuki, pensiya tizimi bosqichma-bosqich elektron ma'lumotlarga, yagona bazalarga, avtomatik tekshiruvlarga o'tyapti. 21 avgustdan keyin muhim e'tibor aynan ma'lumotlarning to'g'riligi, shaxsning maqomi, ish staji, rasmiy daromadi, imtiyozli davrlari va pensiya to'lov usuliga qaratiladi. Ya'ni davlat organlari odamning har bir hujjatini qo'lda alohida tekshirishdan ko'ra elektron bazalardan solishtirishni kuchaytiradi. Bu nimani anglatadi? Birinchidan, kimning ma'lumoti toza, hujjatlari joyida, pasporti, JESH raqami, bank kartasi, yashash manzili va mehnat staji to'g'ri kiritilgan bo'lsa, bunday odam uchun jarayon osonlashadi. Ikkinchidan, kimning ma'lumotida xato bo'lsa, masalan, tug'ilgan sana bir joyda boshqacha, familiya nikohdan oldingi holatda qolgan, ish staji bazaga tushmagan, ish haqi ma'lumoti yo'q, bank kartasi yopilgan yoki ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa, u odam pensiya to'lovi kechikishi yoki qayta hisob-kitob bilan duch kelishi mumkin. Eng muhim gap, o'zgarishlar hammani bir kunda pensiyasidan mahrum qiladi degani emas. Lekin beparvo bo'lgan odamda muammo chiqishi mumkin. Men doim aytaman, pensiya masalasida eng katta xato meni topishadi, o'zlari to'g'rilab qo'yishadi deb kutishdir. Chunki pensiya bu sizning huquqingiz, lekin huquqni to'liq olish uchun ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lishi kerak. Birinchi o'zgarish, pensiya ma'lumotlari elektron bazalar orqali ko'proq solishtiriladi. Bu degani pensiya jamg'armasi, soliq organlari, bandlik tizimi, fidya ma'lumotlari, bank ma'lumotlari va boshqa davlat bazalaridagi axborotlar bir-biriga mos kelishi kerak. Masalan, sizning pasportingiz yangilangan, lekin pensiya tizimida eski pasport raqami qolgan bo'lsa, to'lovda texnik muammo paydo bo'lishi mumkin. Yoki bank kartangiz muddati tugagan bo'lsa, pensiya o'tkazmasi qaytib ketishi mumkin. Oddiy misol keltiraman. Toshkent viloyatida yashovchi 68 yoshli pensioner akamiz har oy pensiyasini bank kartasiga oladi. U pasportini ID kartaga almashtirgan, lekin bankdagi ma'lumot ham, pensiya bo'limidagi ma'lumot ham yangilanmagan. Avgust oyida tizim solishtirganda shaxsiy ma'lumotlarda nomuvofiqlik ko'rinadi. Pensiya bekor bo'lmaydi, lekin to'lov tekshiruvga tushib qolishi, bankda qayta identifikatsiya so'ralishi mumkin. Natijada odam pensiyamni bermayapti deb xavotirlanadi. Aslida muammo hujjat yangilashda bo'ladi. Ikkinchi o'zgarish, pensiyani qayta hisoblashda ish staji va ish haqi ma'lumotlari aniqroq tekshiriladi. Oldin ayrim odamlar faqat mehnat daftarchasiga suyanardi. Endi esa rasmiy bazalarda ko'ringan staj, soliq to'langan davrlar, tashkilot ma'lumotlari, arxiv hujjatlari ahamiyatli bo'ladi. Bu ayniqsa 1990-yillar va 2000-yillar boshida ishlaganlar uchun muhim. Chunki ko'p tashkilotlar yopilgan, nom o'zgargan, arxivga topshirilgan yoki umuman hujjatlari tartibsiz bo'lib qolgan. Masalan, bir ayol 1980-yildan 2005-yilgacha tikuv fabrikasida ishlagan. Mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin korxona tugatilgan. Agar arxivda ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish buyruqlari saqlangan bo'lsa, bu davr stajga kiritiladi. Agar faqat yozuv bor, lekin muhr o'qilmaydi, buyruq raqami yo'q, arxiv tasdiqlamaydi, unda qo'shimcha tekshiruv kerak bo'ladi. Shu sababli men pensiyaga yaqin fuqarolarga hozirdan arxiv ma'lumotlarini yig'ishni maslahat beraman. Uchinchi o'zgarish, ortiqcha to'lovlar bo'yicha nazorat kuchayishi mumkin.
Bu ko'pchilik e'tibor bermaydigan, lekin juda og'riqli masala. Agar pensioner biror imtiyoz asosida qo'shimcha to'lov olayotgan bo'lsa, lekin keyinchalik u imtiyozga asos bo'lgan holat o'zgargan bo'lsa, buni vaqtida xabar qilish kerak. Masalan, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan talaba o'qishni tugatsa yoki kunduzgi ta'limdan sirtqi ta'limga o'tsa, bu pensiya huquqiga ta'sir qilishi mumkin. Nogironlik pensiyasida nogironlik guruhi muddati tugasa, qayta ko'rikdan o'tish zarur bo'ladi. Ishonchnoma orqali pensiya olgan vakilda ishonchnoma muddati tugasa, to'lov to'xtab qolishi mumkin. Real misol, 19 yoshli yigit otasidan boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oladi. Chunki u kollej yoki universitetda kunduzgi o'qishda. Keyin u o'qishni tashlab ishlashga kiradi. Lekin pensiya jamg'armasiga xabar bermaydi. Tizim bir necha oy yoki bir yil o'tib ma'lumotlarni solishtiradi va bu davrda huquq bo'lmagan degan xulosa chiqishi mumkin. Shunda ortiqcha to'langan summa qaytarilishi talab qilinadi. Bu pul birdan katta ko'rinadi. Masalan, oyga 700 ming so'mdan 10 oy to'langan bo'lsa, 7 million so'm masala bo'ladi. Shuning uchun holat o'zgarsa, yashirmaslik kerak. 4-o'zgarish. Pensiyani naqd yoki kartaga olish bo'yicha tartiblarni aniq bilish kerak. Ko'p joylarda pensiya bank kartasiga tushadi. Ayrim hollarda uyga yetkazib berish yoki naqd olish tartiblari mavjud. Lekin bank kartasi ishlamay qolsa, karta muddati tugasa, pensioner boshqa hududga ko'chib ketsa, to'lov usuli o'zgarishi kerak. Eng ko'p uchraydigan xato shuki, pensioner manzilni o'zgartiradi, lekin pensiya bo'limiga xabar bermaydi. Keyin eski hudud bo'yicha to'lov ketadi. Yangi hududda esa odam ma'lumot topolmay qiynaladi. Misol uchun, buvimiz Samarqanddan Toshkentga farzandinikiga ko'chib keldi. Doimiy ro'yxat hali Samarqandda, lekin amalda Toshkentda yashayapti. Agar pensiya kartaga tushsa, muammo kamroq bo'lishi mumkin. Lekin uyga yetkazib berish, ijtimoiy xizmat yoki ma'lum hududga bog'liq to'lov bo'lsa, manzil muhim. Bunday vaziyatda pensioner yoki uning farzandi eng yaqin pensiya jamg'armasi bo'limiga, banka yoki MyBookUz orqali murojaat qilib, to'lov va aloqa ma'lumotlarini tekshirtirish kerak. Avvalo, kimlar albatta tekshirish kerakligini aytaman. Birinchi guruh, pensiyaga chiqishiga 2 yil qolganlar. Erkaklar va ayollar pensiya yoshiga yaqinlashganda eng katta masala stajni oldindan tekshirishdir. Agar siz 3 yil ishlaganman deb o'ylasangiz ham, tizimda 23 yil ko'rinishi mumkin. Farq katta. Chunki pensiya miqdori staj va daromadga bog'liq bo'ladi. Hujjatni oxirgi oyda yig'ish juda xavfli. Arxivdan javob olishga 25 kun, 30 kun. Ba'zan undan ham ko'proq vaqt ketadi. Ikkinchi guruh, eski korxonalarda ishlaganlar. Kolxoz, sovxoz, zavod, fabrika, qurilish tresti, kichik xususiy korxonalar, nomi o'zgargan tashkilotlar, tugatilgan firmalarda ishlagan bo'lsangiz, albatta hujjatlarni tekshiring. Mehnat daftarchasidagi har bir yozuvda sana, buyruq raqami, lavozim, korxona muhri va imzo to'g'ri bo'lishi kerak. Muhri bo'lsa, bu avtomatik rad etiladi degani emas. Lekin tasdiqlovchi hujjat kerak bo'lishi mumkin. 3-guruh nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi olayotganlar. Agar sizning nogironlik guruhingiz muddatsiz bo'lsa, vaziyat boshqacha. Lekin muddatli bo'lsa, qayta tibbiy ko'rik sanasini o'tkazib yubormang. Bir kun o'tib ketdi, hech narsa bo'lmaydi deb o'ylamang. Amalda to'lov muddatga bog'langan bo'lishi mumkin. Tibbiy xulosa yangilanmasa, pensiya vaqtincha to'xtashi, keyin qayta tiklanishi uchun ovora bo'lishingiz mumkin. 4-guruh, ishonchnoma orqali pensiya oladiganlar. Bu odatda keksalar, yotib qolgan bemorlar, chet elda yoki boshqa hududda yurgan pensionerlar uchun dolzarb. Ishonchnoma muddati, notarial tasdiq, bankdagi vakolat, pensionerning tiriklik holati tasdiqlanishi juda muhim. Agar pensionerning o'zi bankka bora olmasa, farzandlari oldindan tartibni bilib qo'yishi kerak. Chunki muddat tugagan kuni karta yoki naqd to'lov bo'yicha muammo chiqadi. Kimlar xavotir olmasa ham bo'ladi. Agar sizning pensiyangiz har oy muntazam tushayotgan bo'lsa, hujjatlaringiz yangilangan bo'lsa, bank kartangiz ishlayotgan bo'lsa, nogironlik guruhi muddatsiz bo'lsa yoki oddiy yoshga doir pensiya olayotgan bo'lsangiz, yashash manzilingiz o'zgarmagan bo'lsa, sizda jiddiy xavotirga asos yo'q. Lekin baribir yiliga kamida bir marta ma'lumotlaringizni tekshirtirishni maslahat beraman. Chunki tizimda kichik xato ham keyin katta kechikishga olib kelishi mumkin. Birinchi nozik jihat. Mehnat daftarchasi borligi staj to'liqdan olinadi degani emas. Mehnat daftarchasi juda muhim hujjat, lekin undagi yozuvlar qonuniy rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak. Masalan, ishga qabul qilingan sana bor, lekin ishdan bo'shagan sana yo'q, yoki korxona nomi yozilgan,
lekin muhr boshqa tashkilotniki yoki lavozim yozuvi ustidan tuzatish qilingan, lekin tuzatish tasdiqlanmagan. Bunday holatlarda pensiya organi qo'shimcha hujjat so'rashi mumkin. Ikkinchi nozik jihat, norasmiy ishlagan davrlar ko'pincha pensiya stajiga kirmaydi. Juda ko'p odam men bozorda 15 yil ishladim, ustachilik qildim, do'konda sotuvchi bo'ldim, fermerda ishladim deydi. Agar bu davrda rasmiy mehnat shartnomasi bo'lmagan, soliq yoki ijtimoiy to'lovlar ko'rinmagan, ish beruvchi hujjat bermagan bo'lsa, stajni isbotlash qiyin bo'ladi. Bu adolatsiz tuyulishi mumkin, lekin pensiya tizimi hujjat va rasmiy ma'lumotga tayanadi. Uchinchi nozik jihat, bolani parvarish qilish davrlari, harbiy xizmat, o'qish davri, imtiyozli staj kabi masalalarda hamma holat bir xil emas. Masalan, ayol kishi farzand parvarishi bilan uyda bo'lgan davrni stajga qo'shish bo'yicha qonunchilikda alohida shartlar bo'lishi mumkin. Harbiy xizmat davri tasdiqlovchi harbiy bilet yoki ma'lumotnoma bilan ko'rsatiladi. Oliy o'quv yurtida o'qigan davr esa qaysi davr, qaysi shakl, qaysi tartib bo'yicha baholanishiga qarab farq qilishi mumkin. Shuning uchun qo'shnimga qo'shgan, menga ham qo'shiladi degan yondashuv noto'g'ri. Har bir ish alohida ko'riladi. To'rtinchi nozik jihat, pensiya miqdori faqat stajga bog'liq emas. Odamlar ko'pincha men bir yil ishlaganman, nega pensiyam kam deb so'rashadi. Javob shuki, pensiya hisobida staj bilan birga rasmiy ish haqi ham muhim. Agar odam uzoq ishlagan bo'lsa-yu, rasmiy maoshi juda past ko'rsatilgan bo'lsa, pensiya kutilganidan past chiqishi mumkin. Aksincha staji kamroq. Lekin rasmiy daromadi yuqori bo'lgan odamda hisob boshqacha bo'ladi. Demak, pensiyaga chiqishdan oldin ish haqi ma'lumotlarini ham tekshirish kerak. 5-nozik jihat. Pensioner ishlasa, ayrim to'lovlarda farq bo'lishi mumkin. Yoshga doir pensiya olayotgan odamning ishlashi har doim ham pensiya to'xtaydi degani emas. Lekin ayrim ustamalar, ijtimoiy nafaqalar, kam ta'minlanganlik bilan bog'liq yordamlar yoki boshqa imtiyozlarda daromad hisobga olinishi mumkin. Shuning uchun ishlayotgan pensioner o'z maqomini yashirmasligi kerak. Rasmiy ishga kirganingiz bazada baribir ko'rinadi. 6-nozik jihat, chet elga chiqqan pensionerlar. Agar pensioner uzoq muddat chet elda bo'lsa, pensiya to'lovi, tiriklikni tasdiqlash, bank kartasidan foydalanish, ishonchnoma orqali olish kabi masalalar oldindan aniqlashtirilishi kerak. Ayrim odamlar chet elga ketib, kartasini farzandiga qoldiradi. Bu oddiydek ko'rinadi. Lekin huquqiy jihatdan xavfli bo'lishi mumkin. Bank kartasidan boshqa odam foydalanishi, PIN kodni berish, ishonchnomasiz pul yechish keyin nizoga sabab bo'ladi. 7-nozik jihat, vafot etgan pensioner nomiga tushgan pul. Bu juda og'ir, lekin aytish shart bo'lgan mavzu. Agar pensioner vafot etsa, qarindoshlar bu haqda tegishli organlarga xabar berishi kerak. Vafotdan keyin tushgan pensiya pullarini ishlatish mumkin emas. Tizim keyin buni aniqlasa, ortiqcha to'lov qaytariladi. Ba'zan odamlar dafn xarajatiga ishlatdik deyishadi. Dafn puli yoki boshqa tartib alohida bo'lishi mumkin, lekin vafotdan keyingi oylik pensiyani o'z boshimchalik bilan olish to'g'ri emas. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, shaxsiy ma'lumotlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta, JSHIR, tug'ilgan sana, familiya, ism-sharif, yashash manzili, telefon raqami to'g'ri kiritilgan bo'lishi kerak. Ajrashish yoki boshqa sabab bilan o'zgargan bo'lsa, eski hujjatlar bilan yangi hujjatlar o'rtasida bog'liqlikni tasdiqlovchi guvohnomalarni saqlang. Ikkinchi qadam, bank kartangizni tekshiring. Karta muddati tugamaganmi? SMS xabarnoma ishlayaptimi? Bank ilovasida hisob faolmi? Karta bloklanmaganmi? Agar pensiya kartaga tushsa, bankka boring yoki kol markaziga qo'ng'iroq qilib, karta pensiya to'lovlari uchun faol ekanini aniqlang. Yoshi katta insonlar uchun farzandlari yordam bersin, lekin karta PIN kodini begonalarga bermang. Agar karta yo'qolgan bo'lsa, darhol bankka murojaat qiling. 3-qadam. Mehnat stajini oldindan tekshiring. Pensiyaga chiqishga yaqin bo'lsangiz, mehnat daftarchangizni oling va barcha yozuvlarni birma-bir ko'rib chiqing. Qaysi yilda, qaysi joyda ishladingiz, ishga kirish va chiqish sanalari bormi? Korxona muhri bormi? Yozuvlar o'qiladimi? Agar shubhali joy bo'lsa, kutmang. O'sha korxona mavjud bo'lsa, kadrlar bo'limidan ma'lumotnoma oling. Korxona yopilgan bo'lsa, davlat arxiviga yoki hududiy arxivga murojaat qiling. 4-qadam, ish haqi bo'yicha ma'lumotlarni yig'ing. Ayniqsa, pensiya hisobida foydali bo'lishi mumkin bo'lgan yuqori rasmiy maosh olgan yillaringizni aniqlang. Ba'zi odamlar eng yuqori maosh olgan davrini esdan chiqaradi. Natijada hisob pastroq chiqishi mumkin. Agar eski ish joyingizda
maosh yuqori bo'lgan bo'lsa, arxivdan yoki tashkilotdan ish haqi ma'lumotnomasini so'rang. Hujjatda tashkilot nomi, davr, summa, imzo, muhr berilgan sana aniq bo'lsin. 5-qadam, imtiyozli huquqlaringizni tekshiring. Agar siz zararli yoki og'ir sharoitda ishlagan bo'lsangiz, tibbiyot, ta'lim, harbiy xizmat, ichki ishlar, konchilik, kimyo, transport yoki boshqa alohida sohalarda mehnat qilgan bo'lsangiz, imtiyozli staj masalasini aniqlang. Bu yerda oddiy ish staji yetarli bo'lmasligi mumkin. Lavozim nomi, ish sharoiti, buyruqlar, attestatsiya, ro'yxatga kirishi kabi hujjatlar talab qilinadi. 6-qadam, agar pensiyangizda xato bor deb o'ylasangiz, og'zaki shikoyat bilan cheklanib qolmang. Yozma ariza bering. Arizada ism sharifingiz, JSS, manzil, telefon, pensiya turi. Muammo mazmuni, talabingiz aniq yozilsin. Masalan, mening 1995-2000 yillarda falon korxonada ishlagan davrim pensiya stajiga kiritilmagan deb hisoblayman. Ushbu davrni qayta tekshirib, pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Arizaga mehnat daftarchasi nusxasi, arxiv ma'lumotnomasi, ish haqi ma'lumotnomasi, pasport nusxasi ilova qilinadi. 7-qadam, murojaatni qayerga qilishni biling. Birinchi navbatda yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilasiz. Shuningdek, Davlat xizmatlari markazi, MyPetGov uz portali yoki tegishli rasmiy kol markazlar orqali ham ma'lumot olish mumkin. Agar javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi organlar yoki qonunda belgilangan tartibda sudga murojaat qilish huquqingiz bor. Eng muhimi, har bir murojaatning ro'yxatga olingan raqamini saqlang. Borgan edim. Aytishdi degan gap keyin isbot bo'lmaydi. 8-qadam, pensioner ota-onangiz uchun alohida papka tayyorlang. Bu juda oddiy, lekin juda foydali maslahat. Papkaga pasport yoki ID karta nusxasi, pensiya guvohnomasi, bank karta rekvizitlari, mehnat daftarchasi nusxasi, nogironlik ma'lumotnomasi bo'lsa, uning nusxasi, ishonchnoma, tibbiy hujjatlar, arxiv ma'lumotnomalari, telefon raqamlari, pensiya jamg'armasidan kelgan javoblar joylansin. Favqulodda vaziyatda farzandlar yugurib hujjat qidirib qolmaydi. 9-qadam, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Pensiya islohoti, qayta hisoblash, qo'shimcha pul chiqishi haqida gap ko'paygan paytda firibgarlar ham faollashadi. Sizga telefon qilib pensiyangiz oshadi. Karta raqamingizni ayting. SMS kodni ayting. Arizangizni tezlashtirib beramiz desa ishonmang. Hech qachon SMS kod, karta pin kodi, bank ilovasi parolini bermang. Rasmiy organlar sizdan bunday maxfiy ma'lumotlarni so'ramaydi. Agar shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, bankka yoki rasmiy tashkilotga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. 10-qadam, 21 avgustdan keyin pensiya tushmasa, vahimaga tushmang. Lekin jim ham o'tirmang. Avval bank kartani tekshiring. Keyin bankdan to'lov kelmaganini aniqlang. So'ng pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Sabab texnik uzilish, karta muammosi, hujjat nomuvofiqligi, qayta tekshiruv yoki boshqa holat bo'lishi mumkin. Har bir sababning yechimi bor. Faqat vaqtida harakat qilish kerak. Yana bir muhim maslahat, agar siz pensiyaga endi chiqmoqchi bo'lsangiz, hujjat topshirish muddatlarini o'tkazib yubormang. Pensiya yoshiga yetgan kuningizdan oldinroq maslahat oling. Hujjatlaringizni tayyorlang. Agar biror ma'lumot yetishmasa, uni topishga vaqt bo'lsin. Oxirgi kuni arxivga yugurish ko'pincha odamni qiynaydi. Men ko'p ko'rganman, odam haqiqatan ham ko'p ishlagan, lekin hujjatni kech yig'gani uchun bir necha oy pastroq to'lov olgan yoki tayinlash kechikkan. Yana real vaziyat. 6000 yoshga yaqinlashgan ayol 25 yil maktabda, 2 yil xususiy bog'chada ishlagan. Maktab staji bazada bor, bog'cha davri esa yo'q. U pensiya yoshiga yetgandan keyin emas, 1 yil oldin tekshirilsa, bog'cha arxividan ma'lumot topiladi. Soliq yozuvlari olinadi, pensiya hisobiga qo'shiladi. Agar u buni kech qilsa, pensiya tayinlangandan keyin qayta hisoblash uchun alohida ariza kutish, tekshiruv kerak bo'ladi. Demak, oldindan harakat pul va asabni tejaydi. Hurmatli tomoshabinlar, 21 avgust atrofidagi pensiya tizimidagi o'zgarishlarning asosiy mazmuni shundan iborat. Ma'lumotlar aniq bo'lishi kerak, elektron tekshiruv kuchayadi, hujjatlardagi xatolar kechikishga olib kelishi mumkin. Lekin hujjatlari joyida bo'lgan pensionerlar vahimaga tushmasligi kerak. Eng katta himoya bu tartibli hujjat, rasmiy murojaat va o'z huquqini bilishdir. Bugunoq pasport ma'lumotlaringizni, bank kartangizni, mehnat stajingizni, arxiv hujjatlaringizni va imtiyozlaringizni tekshirib qo'ying. Agar ota-onangiz pensioner bo'lsa, ularga yordam bering. Birgina noto'g'ri sanad tugagan karta yoki yetishmayotgan arxiv ma'lumotnomasi pensiya to'lovini kechiktirishi mumkin. Sizda pensiya bo'yicha qanday savol bor?
pensiyangiz vaqtida tushyaptimi? Stajingiz to'liq hisoblanganmi? Qayta hisoblashga ariza berganmisiz? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensioner yaqinlaringizga yuboring. Chunki vaqtida eshitilgan bitta maslahat odamning bir necha oylik pensiyasini saqlab qolishi mumkin.